Eslida bo'lsa, bugungi kundagi narxi o'rtacha 1 million dollar deb baholanayotgan avtomobilsozlikning haqiqiy legendalaridan biri Lexus Elfa'ni ko'rsatgan edik va aynan ushbu avtomobilni yig'ib bergan zavod, ya'ni Yaponiyadagi JR Factory yana bitta juda ham noyob bo'lgan avtomobilni sizlar uchun taqdim qiladi. Dunyo bo'yicha eng eksklyuzivniy avtomobillarga qiziqmaydiganlar bu videoni ko'rmasa ham bo'ladi. E'tiboringizda GR Sport Corolla bo'ladi. O'rnatilgan 3 dona vixilib shunchaki dekorativniy detal emas. Bu qo'shtirnoq ichidagi 3 silindrli torpedani nafas olishiga yordam beradi. Avtomobil polniy privodda bo'ladi, lekin raqobatchilardan farqli o'laroq o'z kuchini taqsimlab olish funksiyasi ham bor. Xohlasanglar orqaga, xohlasanglar oldiga nastroyga qilib olasizlar. Lekin boshqalarda esa bu holat avtomatik tarzda bo'ladi. O'zining tengqurlari 2 litrli 4 ta silindrli standart dvigatel o'rnatilayotgan bir davrda, lekin bu avtomobil teskarisiga qiladi. Dunyo bo'yicha kam sonli 3 ta silindrga ega bo'lgan avtomobil, ya'ni nimaga kam sonli? 300 ot kuchi, 400 Nm, 12 ta klapan bo'ladi, 1.6 turbinli motorga. Kerak bo'lsa, GM bermaydigan ko'riklar ham bor, logotipi JR tushirilgan. Narxi esa bor yo'g'i 54 ming Fiat O'zbekiston bo'ladi. Interyer esa ralli avtomobillarining iforini taqdim qiladi va eng kerakli jihozlar o'rnatilgan bo'ladi. Yana bir jihati esa professional poygachilar atmosferasini taqdim qilishi uchun kompaniya yanada takomillashgan 6 pog'onali uzatmalar qutisini siz uchun taqdim qiladi.